Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Odil Yoqubov qalamiga mansub Ko'hna dunyo asarini taqdim etadi. Ko'hna dunyo. Odil Yoqubovning ushbu asari 1982-yilda yozilgan. Oradan 33 yil o'tib yana qayta nashr etilgan. Ulug' allomalarimiz Al-Biruniy hamda Ibn Sino hayoti va faoliyatini bugungi kun o'quvchisiga tanishtirish, ulardan hayotiy va ma'naviy saboq olishga qaratilgan. Adib asarda ikki buyuk olimning bolaligi, ijtimoiy muhit, yoshlik yillari, ilk sevgidan tortib daho ijodkorga aylanguncha bo'lgan davrni jonli va rangli bo'yoqlarda tasvirlaydi. Ularning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan buyuk ishlarini umumlashtirishga harakat qiladi. Har ikki ulug' ajdodimizning hayoti, fojiali taqdiri bugungi kun o'quvchisini befarq qoldirmaydi degan umiddamiz.